Assalomu alaykum hammaga. Liniya razdachamiz kelgan. Ikkita marmit, stol podacha и холодильник. Uzunasi 5,5 metr bo'ladi. Narxi bor yo'g'i $600. Холодильник qayir, tablolik non-frost bo'ladi. Sosteniyasi zo'r turibdi. Ishlari ham yaxshi saqlangan. Narxi bor yo'g'i 2,4 ming so'm. Qaranglar, холодильник, morozinlik Palayir firmaniki. Bundan minusidan, plyusidan bor. Narxi $700. Mana bunaqasi 75, chuqurligi 1 metr bo'ladi. Hajmi 700 litr, narxi $700. Ishlari ham zo'r turibdi. Qaranglar, hajmi 1,5 ming litrlik katta pramoshenniy холодильник. Bu 9 tarovni vitrina bilan. Bu yoqdan ko'rinadi. Narxi $750. Keyin 8 talik gaz, samazajgani bo'ladi pramoshenniy. Buning narxi $600. Stol холодильniklarimizdan juda ko'p, xohlagan razmerlaringizdan bor. Bular hammasi Palayir, Abad firmaniki, yaxshi firmalar, narxi razmerga qarab chiqadi. Bemalol telefon qilib so'rab olasizlar. 220 voltda ishlaydigan shunday pech, bitta patnisli bo'ladi. Bu yangi ishlatilmagan, holati zo'r turibdi idealni. Narxi $200 bo'yoq. 400 gradusgacha ko'tarib bera oladigan shunday pechimiz, bu 2 talisli bo'ladi, holati zo'r turibdi. Narxi $300. Turetskiy menstrovkalarimiz 32 talik, 22 talik. Bu $500, 22 taligi $400. Qaranglar, undan tashqari posudalarimiz, BUsi bor, yengisi bor. Umuman restoranga taalluqli hamma narsa bor. Hozir ozgina ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga nima kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab olasizlar.